Tasavvur qiling. Siz tug'ilipoq umrdek atalmish bir yo'lga chiqdingiz. Bu yo'lda sizni manzilingizgacha dunyo degan bir avtobus yetkazib qo'yadi. Siz borayotgan yo'lning bekatlari bor. Ular nomsiz. Mana shu bekatlar siz kirayotgan yoshingiz. Mana shu yo'lda borayotgan ekansiz, mana shu avtobusga turli tuman odamlar har kuni har soat chiqib tushadi. Dinidan, irqidan, millatidan qat'iy nazar har kuni mana shu avtobusga chiqib o'z bekatlarida tushib qolishadi. Siz ketayotgan yo'lingizning so'ngida qaysi bekat? Uni ham nomi yo'q. Mana shu yoshgacha siz qaysi bekatga yetib keldingiz va uni nima deb nomlar edingiz? Juda ham ajoyib savol bo'ldi. Agar biz hozir mana shu yashab turgan dunyomizni, hayotimizni bir avtobus deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uning ichida har xil odam bo'ladi, har xil yoshli insonlar. Bizani boshqarib ketayotgan Allohim hammaga bir sinov beradi, qiyinchilik beradi. Mana hozir shunaqa yoshdaman, 35 yoshdaman. Oila tashvishlari, qiyinchiliklar, ishdagi muammolar, hammasini men bir so'z bilan olganda sinov va sabr bekati deb nomladim. Chunki sinov va sabr bekati bu paytda hozir ishlaydigan, sinovlarga duch keladigan payt deb o'ylayman. Shuning uchun sinov va sabr bekati deb nomladim.